tovlab, manaqa dedi, men kechirmayman, bir xillarni yarashtirmoqchi bo'lsam, yo'q, yarashmayman. Ziyoddin qora akam Alloh rahmat qilsin, biz yosh bola edik. Bir kun esimdan chiqmaydi hech. Necha yil bo'ldi? 40 yil bo'ladi bunga. Xastimomda hayit namozida aytdilarki, Alloh rahmat qilsin. Musa alayhissalatu vassalam Alloh taologa duo qilib aytdilarki, "Yo Rabbi, iblis shaytondan ham yomon ko'radiganing bormi?" Bor debdi Alloh taolo. Musa alayhissalom. Musa kalimulloh shu bevosita gaplashadilar. Shaytondan ham iblisdan ham yomon ko'radiganing bormi? Bor. Ziyoddin qora akam o'z og'zim bilan eshitdinglarda o'tirib eshitganman. Sahih hadis. Ziyoddin qora akam zaif gapirmasdi bular. Bor. Kim uzr so'raganda uzrni qabul qilmaganni shaytondan ham yomon ko'raman dedi Alloh taolo. Keliniz uzr so'rasa bo'ldi bolam deb kechiring. Bolangiz kechirim so'rasa. Bir xilda o'zini bolasi bilan gaplashmay yurar ekan. Esa insonmisan, kesakmisan? Qora aka 1000 marta uzr so'rasam ham yo'q deyaptilar deydi. Dadamisan? Siz o'zingiz yoshligingizda ayb qilmaganmisiz? Qani? Avliyo bo'lganmizmi? Hech ham hammamiz har xil ishlarni qilganmiz. Alloh kechiradi-ku. Siz o'zingiz hozir 50-60 yoshda emassiz. 20 yoshingizda ham o'ylang, nima ishlar qilgansiz?